Здравствуйте, дорогие ученики. Ассаламу алейкум, qadrli o'quvchilar. Итак, начинаем урок. Darsimizni boshlaymiz. Xudo xohlasa, bugun 3-chi kitobni tugatamiz. 10-chi mavzuga yetib kelibmiz. Tvorительный падежda tvorительный падеж berilgan ekan, sifatlar qanaqa o'zgaradi. Shu bilan birgalikda shu tvorительный падежni o'zini ham qaytarib kelinglar agar vaqtlaring bo'lsa degandim. Ya'ni ikkinchi kitobda 10-darsda tvorительный падеж berilgan edi. Endi bugun sifatlari qanaqa qo'shimchalar oladi, shularni ko'rib chiqamiz. Umuman tvorительный падеж qanday holatlarda qo'llaniladi? Shularni bir tahlil qilib chiqamiz, savol-javob qilamiz. Xo'sh, birinchi har doimgidek lug'atlardan boshlaymiz. Olimjonovna, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, новые слова. Demak, tana nima degan ekan ruschasi? Тело. Тело, oshqozon, Желудок. желудок, o'pka, Легкие. qon, Кровь. кровь, какой род? Женский. Женский, og'riq, Боль. боль, kasallik. Болезнь. Хорошо. Tumov, Простуда. prostuda shamollash, haligi burun Насморк. bo'lsa nasmork, Насморк. yo'tal, Кашель. kashl, haligi zaharlanish, ovqatdan zaharlanish, Отравление. отравление, tomchi, Капля. Или капли. bosh aylanyapti, Голова кружится. голова кружится, o'zidan ketib qolmoq, ya'ni hushidan ketib qolmoq, Терять сознание. terять сознание. Сознание. Har ehtimolga qarshi, На всякий случай. на всякий случай. Kasal, Касаль. Болеть. болеть, kasal bo'lmoq, og'rimoq degani. Больной, да? Больной, kasal. Больной, да. Achchiq. Keyin o'tkir degan ma'nosida. Острый. Yuqumli. Заразный. Заразный. Oqargan, rangi o'chgan. Бледный. Бледный. Yurak xuruji. Yurak. Сердцаны o'zmas edi. Сердечный приступ. Да, сердечный приступ. Xo'sh, отлично. Минуточку. Demak, shikoyat qilmoq nima degan ekan? Shikoyat qilmoq. Shikoyat qilmoq. Shikoyat qilmoq. Жаловаться. Жаловаться.
Жаловаться. Shikoyat qilmoq ekan ekan. Qanaqa o'zgarayotgan? Жалуюсь, жалуешься, жалуется, жалуемся, жалуетесь, жалуются. Молодцы. Yo'qotmoq. Терять, потерять, Терять. потерять. Потерять. Я теряю, теряю, теряешь, теряет, теряем, теряете, теряют. Несовершенный вид qaysi biri bo'ladi? Теряются, да? Терять bo'ladi. Теряют. Совершенный вид потерять. Терять, да. Потерять совершенный, да. Потеряю, потеряешь, потеряет, потеряем, потеряйте, потеряют. Все это, bularni hammasi какое время? Qaysi zaman? Будущее. Да, будущее время. Otlично. Потеряю bo'lsa yo'qotaman. Agar material bo'lsa, уже natijasi bor, yo'qotib bo'lgan bo'ladi. Bir marta. Xo'sh. Esga olmoq. Вспоминать, вспомнить. Вспоминать. Вспомнить. Вспоминать несовершенный. Вспоминать совершенный. Да. Я Вспоминай. Отлично. Вспоминаю, вспоминаешь, вспоминает, вспоминаем, вспоминайте, вспоминают. Вспомню, вспомню, Вспомнишь. ниже, да. Вспомнишь, вспомнит, вспомним, вспомните, вспомнять. Nafas olmoq. Дышать. Дышать. Я Olmoq. дышу. Olmoq. Взять и брать. Брать. Несовершенный. Несовершенный, да. Взять. Взять совершенный. Брать. Я. Брать. Я беру. Берешь, берет, берем, берете, берут. Да. Взять. Возьму, возьму, возьмешь, возьмет, возьмем, возьмете, возьмут. Да. Tushunmoq. Tushunmoq. Помнит и Нет, вспоминать. нет. Tushunmoqmi? Да. Понимать. Понимать, помнит. Yo'q. Понимать. Помнитmi? Помнить. Eslamoq. Eslamoq deydi. Понять. Понять, да. Понять. Понимать tushunarli endi. Я понимаю, ты понимаешь bo'lib o'zgaradi. Понять biroz boshqacharoq o'zgaradi. Пойму. Пойму. Поймешь, поймете. Поймем, поймет. Так, поймет, поймут. Я пойму, ты поймешь, он поймет. Поймете, поймете. Поймете. Поймем, поймет. Поймут. Хорошо. Отлично. А теперь Oltunboyeva Munisaxon. Молодцы. Отлично. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, sifatlarda polniy formasi bor ekan, keyin kratkий formasi bor ekan, a?
Xo'p, barcha sifatlar shunday o'zgaradi. Birinchi mashqimizda ham berilgan. Misol uchun, zaif, kasal, sog'lom, aqlli, ana shunaqa sifatlar barchasi qisqarib ko'rinishda yoziladi. Misol uchun, zaif, slabiy bo'lsa, bu rodlarga qarab har xil o'zgaradi. Mujskiy rodda slab, женский rodda slaba, slabo, ko'plikda slabiy. Xuddi o'sha bir xil qo'shimchalarni olib o'zgaradi. Yoki yana qaysi qo'shimchani olsak bo'ladi? Ko'pincha haligi окончание olib tashlanadi. Mana bu Ha, oxiridagi. Xo'sh, murskoy rodda slab bo'lar ekan, slab, slaba, slab, slab, bol, slaba, slabo, bol, slabiy. slabый bo'lib o'zgarar ekan. Отлично. Bular краткий formasi, qisqartirilgan shakli. Xo'sh. Endi ma'nosi nima bo'ladi? Tarjimada o'zbek tilida ikkalasi ham zaif, nimjon deb tarjima qilinaveradi. Ha. Hozir. Misol uchun, rебенок bilan tuzaylikchi. Bittasida rебенок bo'lsa, это slab ребенок. Слабый ребенок. Слабый ребенок. 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 Rебенок Slab. slab. Ma'nosi nima? Shu zaif bola, ikkinchisi kasal bo'ladi deb tushundim. Yo'q, ikkalasi ham o'sha nimjon degani. Bola nimjon bola. Endi-chi, mana bu biz bilgan shakli bor-ku, polniy o'rgangan. Da? Hozir bo'lsa, pastdagisi bo'ladi, slab bo'ladi. Hozir vaqtinchalikda, vaqtinchalik bo'lsa slab. Doimiy slabiy. Молодцы. Vaqtinchalik, ya'ni временно bo'lsa, Ha, hozirda-da. Vaqtinchalik sifatida buni. Doimiy sifati bo'lsa, постоянный bo'lsa, slabiy. Biz bilgan sifatlarda hammasi doimiy sifatni bildiradi-da. Mana bu qisqartirilgan esa bu временный, vaqtinchalik. Nima bo'ladi? Misol uchun, bola kasal bo'lib qoldi, o'zi sog'lom bola, kuchli bola kasal bo'lib, haligi nimjon bo'lib qoldi. Bu uni hali nimjonligi vaqtinchalik sifatida, doimiy emas. Keyinchalik o'tib ketadi bu narsa. Sog'ayib kuchga kirgandan keyin. Endi rosmana nimjon bola bo'lsa, bu tug'ilishidan endi bu doimiy uni sifati nimjonligi bo'lsa, слабый ребенок bo'ladi. Ребенок slab bo'lsa, endi u временный bo'ladi. Отлично. Asosan shu окончаниeni olib tashlaymiz ekan sifatdan keyin o'zgartiramiz ekan, lekin ayrim so'zlar bor, ular boshqacha asosga aylanib ketar ekan. Misol uchun, большой qanaqa bo'lar ekan? Большой. Boshqa asosga aylanib ketadi-ku. Velik, velika. Velik, velika. Отлично. Bundan tashqari ham boshqa sifatlar ham o'zgarib ketadi. Endi boshqa xil o'zgaradigani ham bor ekan. Birinchi mashqda ko'ramiz. Endi shularga qarab. Xo'sh, маленький ham bor ekan. Ha. Bu ham o'zgarib ketdi. Мал, мала, мало, малый. Отлично. Endi творительный падежda sifatlarni o'zgarishi, творительный падежda. Men ozgina chalkashdim. Maylim boshqa kishi nima qilsa, lekin boshdagini takrorlab keldim. Ikkinchi kitobni oxirida, lekin nimagadir chalkashyapman. Ko'p chalkashdim. Ha, juda o'xshashda haligi sifatlarning qo'shimchalari bilan mana bu otlar bor-ku, murskoy rod, женский, средний roddagi qo'shimchalar juda ham o'xshashda hammasi. Mayli. Sevara Qayumova, давайте. Тогда вы.
Здравствуйте. Здравствуйте. Творительный падежda sifatlar qanaqa o'zgarar ekan? Murskoy Aha. roddan boshlaymiz. Ha, murskoy rodda sifatlarimiz qo'shimchasiga qarab o'zgartira olamiz. I bilan tugasa imga, oddiy I bilan tugasa I oladi. Oy bilan tugasa ham sifatni murskoy rodda tugallanishiga qarab qo'yaveramiz. I bilan tugasa im, im bilan I bilan tugasa im qo'yamiz. Misol uchun no way bo'lsa no wim bo'ladi. Sladkий bo'lsa sladkim, интересный bo'lsa интересным bo'ladi. Da. Demak, sifatga qaraymiz ekan, i'si bo'lsa, demak, im olar ekan. Отлично. Da. Sladkий. Yaxshi primer bo'ldi. Sladkiyda mana i turibdi. Shuning uchun sladkim bo'lib o'zgarar ekan. Sladkim. Мужской род понятно. Endi Женский rodda o'zi средний rodda ham xuddi shunaqa o'zgaradi. Ha, bo'lsam sredniy rodda ham chekka qo'shib qo'yaveramiz, chunki murskoy rod bilan sredniy rod bir xil yuradi. Bir xil o'zgaradi. Endi женский rod. Женский rodda o, yey qo'shimchalarini oladi. A, ya bilan tugasa, bu ham fe'lga, sifatni o'ziga qarabda o yoki yey oladi. O'zgaradigan siniya ya bilan tugaydiganlar yey oladi. Da. Haligi ya oladigan juda kamdan kam chiqadigan so'zlar bor edi. Qaysilarni bilardik? Letniya, zimniya shularmidi? 4 ta fasl bor edi. Letniy, осенний, весенний, zimniy. O'shalar 4 ta fasllar ya oladi, ye oladi. Keyin haligi siniy degan so'z bor edi. O'zgaradi. Da. Ye oladi. Lekin ular juda ham kamdan kam. Asosan o'y oladi ekan, женский rodda. Qolganlari o'y olaveradi. Malenkaya, malenkoy, большая, большой. Malenkaya. Mana aya olyapti. Malenkoy bo'lar ekan. Malenkoy. Большая. Большой. Синяя deylik. Siniya. Siniy bo'lib Siniy. o'zgarar ekan yey olishi. Demak, bu единственное число ekan, birlikda. Endi множественное числоdachi? Bunda ham sifatni o'zi tugashiga qarab, oddiy masalan murskoy rodda yodlaganimiz bo'yicha iye bilan tugasa imi, iye bilan tugasa imi qo'shamiz. Haligi murskoy rod bilan sredniy rodni qo'shimchasiga i qo'shib qo'ysa bo'ldi I ekan-da. qo'shib qo'yamiz bo'ldi. Ha. Понятно. Хорошими. Misol uchun novым, sladkim dedik-ku o'shalarga. Дальше i ham qo'shib qo'ysak, shunda новыми bo'lar ekan-a? Новыми. Sladkий. Мы. Sladkими. Bo'lar ekan. Отлично. Demak, shu ekan sifatlar. Xo'sh. Da. Mana shular. Endi otlar ham juda ham o'xshab ketadi-da. Mana bu женский rodchi sifatlari ham o'y oladi, otlar ham o'y oladi-da. Mamoy, sestroy bo'lib o'y oladi. O'y faqat mягкий znak bo'lsa yu oladi. Kravat yu, osень yu. Da. Mana bu murskoy rod bilan sredniy rod om oladi. Shunda farq qiladi xolos. Om. Ko'pinchachi haligi ja grammatikani zo'r bilmasa hamchi haligi xadavoy so'zlar bo'ladi-ku, o'shalarni yodlab olsak o'zi ja tushunib yodlamasak ham, shunchaki yodlab olsak ham keyin asqotadi-da. Grammatikasini o'rganganimizda qoidasini yodlab olish oson bo'ladi. Misol uchun yangi yilingiz bilan С Новым годом. С Новым годом. Mana shundanchi shunday tvorительный падежda qoidasini chiqarib olsa bo'ladi. Da, sifatga im, otga om. Bu mana bu.
Отлично. Endi bularni ma'nosiga kirishamiz. Tvorительный падеж qanday holatlarda ishlatilinadi? Birinchi o'rinda masalan Birinchi instrument. Mhm. Instrument birorta ishlaganda, lekin bunda s qo'yilmaydi. Krasnoy ruchkoy. Mhm. Misol uchun biron bir ishni, misol uchun yozish ishimi, umuman ish harakatni biron bir instrument yordamida bajarsa, misol uchun я пишу Krasnoy ruchkoy. красной ручкой. Mhm. Ручкой. Да. Ish harakatni bajarish vositasida bu instrumentni Vosita. Ikkinchi holat. Vaqtlarda aytganimizda, fasllarda aytganimizda, sutka aytganimizda tvorительный падеж ishlatamiz. Летом, осенью, зимой, весной. To'rtta fasl va kunning qismlari bor. Tong, Да, tongda. утром, вечером, днем. Осенью, зимой, да, утром. Да. To'rtta fasl, ya'ni осенью, Зимой, весной, летом. Kunning to'rt qismi, ya'ni утром, днем, вечером, ночью. Ночью, да. Отлично. Еще когда? Yana qachon? O'zini tvorительный падежda ishlatiladigan fe'llar bor. Misol uchun, заниматься, становиться, стать, работать, быть, еще наблюдаться, например. Demak, shu fe'llardan keyin keladigan so'zlar, shu fe'llar bilan bog'langan so'zlar tvorительный падежda o'zgaradi. Misol uchun, men sport bilan shug'ullanaman desam, Я занимаюсь спортом. Занимаюсь спортом. Я занимаюсь спортом. Отлично. Xo'sh, endi predloglar bor ekan, a? Tvorительный падежda s'dan tashqari boshqa predloglari ham bor ekan. За, misol uchun, za orqasida, ortida, pod tagida, pod tagida, между orasida, перед oldida. Между orasida. Еще? Перед oldida. Перед oldida. Отлично. Shu predloglar bilan kelsa ham so'z tvorительный падежda o'zgarar ekan. Например, mushuk stol tagida uxlab yotibdi desak. Кошка лежит под столом. Лежит под столом. Под столом. Вот. Отлично. Да, shunday to'rala holatda biz tvorительный падежda o'zgartiramiz ekan. Nastroya 3 kishimizmi? Да. Остальные не готовы. Поэтому может быть, да? Да. Ну ладно, с вами будем работать. Откройте книги. Сначала читаю. Диалоги. Olimjonova, давайте диалог номер 1. Диалог. Доктор, мне кажется, что у меня какая-то серьезная болезнь. Доктор, menga
shunaqa tuyulyaptiki, man qanaqadir jiddiy kasal, manda jiddiy kasallik borga o'xshab tuyulyapti. Да. По утрам у меня болит желудок, днем у меня кашель, а вечером мне тяжело дышать. Tongda ertalab mani oshqozonim og'riydi, kunduzi yo'talaman, a kechqurun nafas olishim og'irlashadi. Да. По ночам я плохо сплю, потому что боюсь, что у меня будет сердечный приступ. Kechasi man yomon uxlayapman, потому что chunki qo'rqyapman, manda ya'ni yurak xuruji bo'lib qolishligidan qo'rqyapman. Да. Не беспокойтесь, я уверена, что вы совершенно здоровы и все ваши проблемы от стресса. Bezovtalanmang, xavotirlanmang. Men ishonamanki, siz совершенно xolos, haqiqatdan ham Mutlaqo. umuman olganda, bilmadim, mutlaqo sog'lomsiz. Sizni barcha muammolaringiz stressdan. На всякий случай нужно сделать анализ крови и рентген легких. Har ehtimolga qarshi siz qilishingiz kerak qon analizini topshirishingiz va o'pkangizni rentgen qilishingiz kerak. Вот больничный, mana больничный nima degani? Yo'llanma deydi-ku bizda. Отдыхайте дома и не думайте о вашей болезни. Uyda dam oling va kasalligingiz haqida o'ylamang. Zo'rroq. Антон, ты весь красный, ты плохо себя чувствуешь. Anton, sen qizarib ketding, o'zingni yomon his qilmayapsanmi? Да, у меня кружится голова, и мне трудно дышать. Ha, mani boshim aylanyapti va men nafas olishim qiyinlashdi. Я думаю, что это приступ аллергии. Men o'ylayapmanki, mani allergiyam xuruj qilib qoldi. У меня аллергия на морепродукты. Mani dengiz mahsulotlariga allergiyam bor. В этом блюде были морепродукты. Bu taomda dengiz mahsulotlari bormidi? Конечно, были. Albatta bor edi. Почему ты раньше мне об этом не сказал? Nima uchun oldinroq aytmading bu haqda menga? Что теперь делать? Endi nima qilasan? Nima qilinadi? Главное не паниковать. Asosiysi паниковать. Sarosimaga tushmaslik kerak. У меня в сумке есть таблетки от аллергии. Mani sumkamda shu allergiyaga qarshi dori tabletkam bor. Но нужно ехать в больницу, lekin shifoxonaga borishimiz kerak. Там мне сделают укол и все будет хорошо. U yerda menga ukol qilishadi va hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Да. Zo'rroq turing. Buni qo'yishimiz kerak. Hozir. Здравствуйте. На что жалуетесь? Перевод kerakmi? Да. Salom, sizni nimadan shikoyatingiz bor? Кажется, что у меня болит желудок. Mani oshqozonim og'riyotganga o'xshayapti. Недавно я съел несвежую рыбу, и у меня было отравление. Yaqinda men несвежую, yangi bo'lmagan baliq yeb qo'ydim va menda отравление bo'lyapti. А сейчас я чувствую острую боль. Hozir men judayam qattiq og'riq his qilyapman. В животе вот здесь. Qornining mana bu qismida. Ya'ni bu yerida. Вы действительно бледный. Siz haqiqatdan ham oqarib ketdingiz. Разрешите мне прокат здесь. Menga
mumkinmi, ya'ni birga teginish, mana bu yerga teginsam bo'ladimi degan ma'nosida aytyapti. Aha. У вас аппендицит. Sizda аппендицит. К сожалению, нужно сделать операцию. Afsuski, operatsiya qilishimiz zarur. Kerak. Да. Аня, ты больна? Я вижу, что ты принимаешь таблетки. Аня, sen kasalmisan? Man sani tabletka ichganingni ko'rdim. Мгм. Я принимаю аспирин. У меня насморк и кашель. Man aspirin ichdim, ya'ni qabul qildim degan ma'noda. Да. Manda tumov va yo'tal bor. Кажется, что это грипп, но я не хочу идти на больничный. Bu menimcha grippga o'xshab o'xshavyapti, lekin men больницаga borishni xohlamayman. А Мгм. зря. Во-первых, когда болеешь, нужно отдыхать, а во-вторых, ты можешь быть заразна и идти к врачу. А зря. Bekorga birinchidan, bekorga bormayapsan degan ma'noda aytmoqchida. Birinchidan, Да. sen qachonki kasal bo'lgan vaqtingda dam olishing kerak. Ikkinchidan esa senda bu yuqumli bo'lishi mumkin. Мгм. Vrachga bor. Иди к врачу. Да. Vrachga. Диалог 5. Наташа, кем ты хотела стать, когда была маленькой? Наташа, sen kim bo'lishni xohlagansan kichkinaligingda? Ты знаешь, я всегда мечтала стать врачом. Sen bilasan, men har doim vrach bo'lishni orzu qilganman. Когда я была маленькой, мне очень нравилось лечить мою куклу. Men kichkinaligimda o'zimni qo'g'irchoqlarimni davolash juda ham yaxshi ko'rardim, juda ham yoqardi. Я делала ей уколы, слушала ее сердце и писала рецепты. Men ularga ukol qilardim, ularni yuragini eshitardim va retsept yozardim. И моя мечта стала реальностью. Va meni orzuyim amalga oshdi demoqchi. Сейчас я работаю детским врачом. Hozir men bolalar shifokori bo'lib ishlayapman. А я раньше хотел стать хирургом, но потом я понял, что боюсь вида крови. Men oldin xirurg bo'lib ishlashni xohlaganman, xirurg bo'lishni xohlaganman, lekin tushundimki, men qonni ko'rinishidan qo'rqarkanman. Как жаль. Ты очень ответственный, ты был бы отличным хирургом. Qanday afsuski degani, hatang degan ma'noda ketadi-da. Hatang, sen juda ham ответственный, mas'uliyatli bo'ladimi? Mas'uliyatli xirurg bo'lgan a'lo darajadagi mas'uliyatli zo'r xirurg bo'lgan bo'larding. Bu yerda will be deganda, be degani bo'larding degan ma'nodami? O'sha amalga oshmagan narsada. Хотел бы degani ham chiqadi-ku. Da. O'shanda xohlardimki bo'lgan bo'lardim yo xohlaganimdaki bo'ladim. Bu haligi nima deydi? Etika, mulozamat haligi. Unda u amalga oshmagan narsa emas, o'zini xohishini aytib turgan bo'ladi. Bu amalga oshmagan narsada. Я стал бы летчиком desa, misol uchun, u lетчик emasda, я стал бы летчиком. Если я хорошо учился, yaxshi o'qiganimda lетчик bo'lardim. Lетчик bo'lishi bu amalga oshmaganda. Unda bu shuningda shartlanadi. Haligi я хотел бы 2 килограмма яблока deb haligi продавецga aytsa, unda amalga oshmagan narsasi emas, haligi mulozamat, etika nuqtai nazaridan shunaqa aytgan bo'ladi. Да. Молодцы. Текст. Маша и врачи. Миша и врачи. Алтынбаева Муниса, давайте.
Миша и врачи. Привет. Салам. Меня зовут Миша. Meni ismim Misha. У меня есть одна проблема. Menda bor bitta muammo. Я очень боюсь врачей. Men juda qo'rqaman vrachdan. Однажды, когда я был маленьким, я долго лежал в больнице. Bir kuni men yoshligimda men kasal bo'lib yotdim больницада. Мне часто делали уколы и брали разные анализы. Menga tez qilishdi ukollar va turli xil analizlar olishdi. С тех пор я теряю сознание каждый раз, когда вижу шприц. Shundan beri hushimdan ketaman har safar shpritsni ko'rganimda. Но, к сожалению, никогда не болит, невозможно. Lekin afsuski hech qachon kasal bo'lish imkonsiz. Да, kasal bo'lmaslik imkonsiz. Kasal bo'lmaslik imkonsiz. Сегодня утром я понял, что был очень болен. Bugun ertalab men tushundim, men juda og'ir kasal edim. У меня была высокая температура и болело все тело. Menda baland temperatura va butun tanam og'ir edi-da, kasal edim. Я был очень бледен и слаб. Men juda kasal va kuchsiz edim. Нужно звонить врачу. Подумал я в ужас и взял телефон. Kerak edi vrachga qo'ng'iroq qilish, o'yladim men. Bu juda ужас, qo'rqinchli va взял. Нужно звонить врачу. Подумал я в ужасе, deyapti. В ужасе degani o'zbek tilida nima bo'ladi haligi? Qo'rquvda. Qo'rquvda shu nimaga telefon qilish kerak deb o'yladim. Va telefonni oldim. Телефон oldim. Через 20 минут врач уже был у меня. 20 minutda vrach men yonimda bo'ldi. Он внимательно посмотрел мое горло и уши, послушал легкие. U e'tibor bilan qaradi mening tomog'imga va quloqlarimga va eshitdi o'pkamni dedi. O'pkamni. Чем я болен, доктор? Это серьезно? Nima kasalman, doktor? Bu jiddiymi? Вы зря беспокоились, сказал врач с доброй улыбкой на улице. Siz на лице. Siz xavotirlanmang deb aytdi vrach. Zriya degani bekorga degani. Bekorga. Siz bekorga xavotirlanmang dedi vrach kulgili yuzi bilan, mehribon va kulgili yuzi bilan. У вас обычная простуда. Sizda odatdagi shamollash. Oddiy shamollash. Oddiy shamollash. Принимайте это таблетки 3 раза в день и пейте много воды. Qabul qiling bu dorilarni 3 mahal kunda va iching ko'p suv. Вот рецепт, mana retsept, это лекарство от кашля, капли от насморка. Bu dorilar yo'talga qarshi va tomchi shamollashga. Какой приятный врач, подумал я. Qanday yaxshi vrach, o'yladim men. Врачи совсем на страшный, и почему я их так боюсь? Vrachlar совсем juda ham не страшный. Qo'rqinchli emas. Umuman qo'rqinchli emas. Va почему va nimaga men ulardan bunchalik qo'rqdim? Я могу сделать вам укол от температуры, сказал вдруг врач и взял в руки огромный шприц. Men сделать olardim вам укол. Bu temperaturada men olardim укол. Нет. Boshqa vrach. Yo'q. Я могу сделать вам укол от температуры.
harorat, yuqori temperaturasi bor ekan. Temperaturingizga sizga ukol qilishim mumkin dedi vdrug. boshqa Vdrug degani birdaniga. birdaniga vrach vizual To'satdan. Birdaniga degan. to'satdan qo'llariga katta shprits oldi. Тогда я вас вспомнил, почему я боюсь врачей и потерял сознание. Тогда shunda men Вспомнил. tugatdim, Esladim. nimaga men qo'rqqanimni vrachdan va Потерял сознание. потерял yo'qotdim. Hushimni yo'qotdim, ya'ni hushimdan Hushimni ketdim. yo'qotdim-da. Да. Потерял сознание. Потерять сознание hushidan ketmoq degani. Вопросы к тексту. Матнga savollar. Давайте. Какая проблема есть у Миши? Misha qanaqa muammo bor? Nimadan? Shifokordan qo'rqadi. Misha boyitsa vrachi. Миша боится врачей, да? Почему он боится врачей? Потому что в детстве он долго лежал в больнице. Yoshligida u. Да. Миша боится врачей, потому что в детстве долго лежал в больнице, да? Отлично, хороший ответ. Когда Миша теряет сознание? Он теряет сознание каждый раз, когда видит шприц. Да, он теряет сознание каждый раз, когда видит шприц. Как Миша понял, что утром он был очень болен? У него была высокая температура и болело все тело. Тело, да? Да. У него была высокая температура и болело все тело. Что посмотрел врач? Врач посмотрел его горло и уши. И слушал, послушал легкие. Послушал легкие, да? У Миши действительно серьезная болезнь? Нет, у него не серьезная болезнь, простуда, обычная простуда. Нет, это не серьезная болезнь, да? Простуда, да? Простуда. Значит, болезнь женский род ekan, mana bu yerdan bilib olsak bo'ladi. Какие лекарства должен принимать Миша? Yo'talga qarshi dori ichish kerak edi. Misha Миша должен принимать лекарства от кашля и пить много воды. Он должен принимать лекарства от кашля и должен пить много воды. Что подумал Миша о врачах? Миша подумал, что врачи совсем не страшные. Не страшные. Да, совсем не страшные врачи. Да, так подумал. Что врач сказал, когда взял в руки шприц? Врач сказал, что может сделать Мише укол от температуры. Миша укол от температуры, да? Почему Миша потерял сознание? Он потерял сознание, потому что увидел шприц. Увидел шприц. Вы сами написали все ответы? Повторяю. Вы сами написали все ответы? Hamma javoblarni o'zingiz yozdingizmi?
Отлично. internetdan o'zim emas yordamchim bilan ChatGPT o'sha birga перевод qilib birga yozdik. Ладно. Упражнение номер 1. Краткая formasini chiqarishimiz kerak ekan. У нас Davom etamiz. еще... Давайте. Упражнение Слабый. номер 1. Упражнение 1. Слабый. Слаб, слабо, слабый. Больной, болен, больно, больно, больный. Мгм. Больна, больной. Да. Здоровый. Здоровый, здоров, здорово, здорово, здоровый. Да. Умный. Да. Умный. Ana bu o'zgarar ekanda umyon, umna, umno, umni. Да, мужской rodda umyon bo'ladi. Shuni Umna, eslab qolamiz. Красивый, красив, красиво, красивый. Мгм. Опасный, опасен, опасно, опасный. Опасен, да? Bu yerda ye paydo bo'lib qolar ekan, s bilan n o'rtasida. Да. Заразный, заразен, заразна, Мгм. заразный. Zarazен. O'zi ikkita undosh yonma-yon kelib qolsa-chi, orasida ko'pincha ye paydo bo'lib qoladi-da. Chunki oxirida ikkita undosh bilan tugasa, talaffuz qilishga ham qiyin bo'lib qoladi-da. Счастливый, baxtli, счастлив, счастлива, счастливый. Да. Сильный, силен, сильна, Силен. сильный. Силен, сильна, сильный. Молодцы. Молодой, Да. молод, молода, Молод. молодый. Мгм. Молод, Молод. молод, Молода. молода, Молодой. молодый. Да. Богатый, богат, богата, богатый. Да. Важный, важен, важна, важный. Мгм. Важен. Это е paydo bo'lib qolar ekan. Дорогой, дорог, дорога, дорогий. Дорог, дорога. Дорога, Мгм. дорогий. Сладкий, Хорошо. сладок, сладко, Мгм. сладкий, Сладок. Мгм. сладок. Ядовитый, ядовит, Мгм. ядовита, ядовитый. Да. Захарный. Высокий, высок, высоко, высокий. Мгм. Свободный. Свободен, свободно, свободный. Мгм. Знакомый, знаком, знакома, знакомый. Отлично. Номер 2. Давайте. Медсестра берет у пациента анализ крови. Мгм. У меня проблема с легким. Menda muammo bor o'tgan bilan врачу мне тяжело дышать. Вечером мне тяжело дышать. Kechqurun menda nafas olishga qiynalaman. Kechqurun Вечером тяжело дышать, да? Мгм. дышать. Когда я болею гриппом, я принимаю лекарства. Мгм. Qachon men kasal gripp bo'lganimda men qabul qilaman dori. Мгм. Врачи лечат люди, а ветеринарий лечат животных. Vrachlar odamlarni davolaydi, veterinarlar hayvonlarni davolaydi. Подождите. Врачи Lechать лечат людей, а ветеринары lechать животных. лечат животных, да?
Mana bolets degan so'z bor-ku, biror nima bilan og'rimoq bo'lsa, gripp bilan og'rimoqda, shunda ham so'z творительный падежda o'zgarar ekan. Shu bolets plus творительный падеж bo'lar ekan. Запомним. Keyin savol bergandachi творительный падежda savolni beradi-da. Чем ты болеешь dedi. Чем ты болеешь? Nima bilan kasallanding? Следующий. У меня очень сильно болит желудок, но я не хочу идти в больничный. Идти. Men juda sильно болит. Men juda kuchli og'riq bor oshqozonimda, lekin men xohlamayman borishni, больничный kasallikdan tuzga chiqishni xohlamayman. Больничный. Пациент жалуется врачу на острую боль в сердце. Bemor shikoyat qildi vrachga kuchli og'riq yuragidagi kuchli og'riq bilan vrachga shikoyat qildi. Она теряет сознание каждый раз, когда видит кровь. U hushini yo'qotadi har safar qonni ko'rganda. Ты очень бледный. У тебя болит голова. Sen juda oqarding. Senda og'riq bormi boshingda? Boshing og'riyaptimi degandi. Boshing og'riyaptimi? Я чувствую сильную боль в животе. Men qornimda sильный kuchsiz og'riq bor, his qilyapman. Наверное, это аппендицит. Balkim bu appenditsitdir. Наверное, это аппендицит. Balkim. Хорошо. Молодцы. To'xtamatova Nodira, давайте продолжаем. Bu yerdagi so'zlarni творительный падежda o'zgartirishimiz kerak ekan. Она работает врачом и гордится своей работой. Своей работой. Когда я был маленьким, я мечтал стать хирургом. Хирургом. Медсестра наблюдает за слабыми пациентами. За слабыми пациентами. Слабыми пациентами. Он посмотрел на меня с доброй улыбкой на лице. Врач пишет рецепт синей ручкой. Синей ручкой, да? Ручкой. Студент очень волнуется перед важными экзаменами. Перед важными экзаменами. Почему под твоей кроватью лежит грязная одежда? Кроватью. Мягко тugasa yu qo'shamizda. Женский rodda. Кроватью. Да. Следующим летом я буду работать парикмахером. Парикмахером, да. Над маленьким озером летают птицы. Озером летают птицы, да. Между нашим домом и библиотекой есть киоск. Между нашим домом и библиотекой есть киоск. Есть киоск. Следующее. Задаем вопросы.
Врач пишет рецепт Мой сын карандашом. хочет стать хирургом. Кем? Кем? Кем хочет стать твой сын? Кем хочет стать твой сын, да? Твой сын. Врач наблюдает за пациентами. За кем наблюдает врач? За кем наблюдает врач? Мгм. Он строит дом из веток и листьев. Shunda из чего он строит дом bo'ladimi? Да, из чего? Из чего? Nimadan он строит дом? Строит дом. Из bu Shunday. родительный падеждagi родительный падежный savoli кого чего? Из чего он строит дом? Shunisini beshinchisini hech topa olmadim. Он жалуется на боль в желудке. Endi жалуется на боль. На что? На что он жалуется? Винительный падеж bo'ladimi? Да, он жалуется. На что он жалуется? Я принимаю таблетки 3 раза в день. Мгм. Сколько раз в день ты принимаешь таблетки? Да, сколько раз в день? В день Ты принимаешь принимаешь? таблетки. М. Медсестра заботится о ребенке. О ком заботится медсестра? О ком, да? Kim haqida qayg'uryapti? О ком заботится медсестра? М. Мы часто болеем гриппом. Чем мы часто болеем? Чем вы часто Чем вы болеете? часто болеете? Жаловаться на что или на кого bo'larkan? Запомним. Лучше напишите жаловаться плюс на кого, kimdan shikoyat qilmoq yoki на что, nimadan shikoyat qilmoq. Обязательно на предлоги bo'larkan. Keyin bu кого что bu винительники, винительный падежники. Мгм. Упражнение номер 5. Продолжаем. Bu yerda совершенный, несовершенный qo'yishimiz kerak. Врач посмотрел мое горло и Послушал Мгм. мои легкие и сказал, что я здоров. И сказал, что я здоров. Да. Когда он был маленьким, он мечтал стать врачом. Стать врачом. Да. Врач bo'lishni ham немного раз, да? Ko'p marta. Bir Да, bir martalik. Когда я был в больнице, врач вдруг взял в руки огромный шприц, и я потерял сознание. Потерял сознание. Все Bir martalik. один раз, да? Oldi. Katta shpritsni oldi, bir marta oldi. Hushini yo'qotdi. Это тоже один раз. И Bir все. marta. Да, один раз. Сейчас я не помню название этого лекарства, но завтра я обязательно вспомню и скажу тебе. Вспомню. Albatta ertaga esga olaman deyapti. И скажу, да? Aytaman. Ertaga bir
martalik. Bir martalik. Я знаю, как принимать эти таблетки. Вчера врач все объяснил мне, и сегодня я должен часто пить воды. Пить воду и отдыхать, да? Да. Воду и отдыхать. Объяснил это один раз, а должен часто пить, да, часто, значит, это много раз, да, shuning uchun pitni oldik. Пить это много раз, выпить это один раз, да? Здесь говорится часто, bu yerda часто deyilyapti, demak, несовершенный видni olamiz, pить. 6. Сейчас тебе кажется, что я не прав, но когда ты будешь взрослым, ты все поймешь. Ты все поймешь, да? Hozir nima deyapti? Tepe skажешь. Hozir men nohaqqa o'xshab tuyulyapman seni nazdingda deyapti, lekin ulg'ayganingda hammasini tushunib yetasan deyapti. Tushunib yetasan. Kelajak bo'lgani uchun. Да. Мы всегда покупаем эти капли от насморка. Они отлично помогают, когда трудно дышать. Я всегда покупаю, да? Покупаю. Это всегда. Значит, не один раз. Bir marta emas, всегда. Har doim sotib olaman. Эти таблетки от насморка, они отлично помогают. Помогают. Всегда это тоже. Да, bu ham har doim, всегда. Har doim yordam beradi, zo'r yordam beradi. Nafas olish qiyin bo'lganda. Когда я шел по улице, я вдруг услышал сирену скорой помощи. Я повернул за угол и увидел место аварии. Да. Все только один раз происходит, да? Bir marta sodir bo'lyapti, xolos. Vdrug услышал, eshitib qoldim birdaniga sirena ovozini. Eshitib turardim. Bu много раз bo'lmaydi. Va burchakka burildim, o'sha avariya joyini ko'rdim, deyapti. Следующий. Недавно она съел сыр, и у нее было отравление. Съела, Bir martalik. Да, bir martalik. Несвежий сыр yeb qo'ydi va отравление bo'ldi. Когда я была маленькой, мне всегда нравилось лечить моих кукол, и я делала им уколы и писала рецепты. Сейчас я учусь на медицинском факультете. Скоро моя мечта становилась реальностью. Нет, станет. Tez orada meni orzuyim haqiqatga aylanadi. Haqiqatga aylanish bir martalikmi yoki ko'p marta qayta bo'lib turadigan narsami? Bir martalik. Haqiqatga aylanadi, и все. Bo'ldi. Bir martalik. Lekin qolgan hammasi to'g'ri. Kichkinaligimda men nima qildim deyapti. Nimalarni lechit, davolash menga yoqardi. Qo'g'irchoqlarni davolash yoqardi. Bir marta yoqadi degan emas. Bu dolgada, yoshligida bu uzoq period, uzoq davr bo'lganligi uchun hammasini несовершенныйni olamiz. Много раз так делала, то есть писала рецепты, да, делала им уколы. Это не один раз, bir marta emas, много раз. Последнее. Моя подруга работает медсестрой. Она взял и она брал у пациентов разные анализы и помогала врачу. Нет, это hozir уже настоящее времяda aytishimiz kerak, да? Она берет у пациентов разные анализы
и помогает врачу. Помогает врачу. Да. Medсestra bo'lib ishlaydi, patsientlardan analiz oladi. Bu har doimda. Aynan hozir olish emasda, bu nastoящее время Uni har degani kunlik ishi. hozirgi davomiy zamon deganida. Nastoящее время. Помогает врачу. Да. Bu yerda haligi nimani ko'ra olish ham borda, vaziyatni ko'ra olish gapni o'qiganda. Shu ham muhim ahamiyat kasb etadi-da, shu совершенно несовершенныйni qo'yishda, tanlashda. Упражнение номер 6. Давайте, последнее. Тест. Я уверена, что ты совершенно здоров. Все твои проблемы от стресса. Я ходил в аптеку. Зря. Лекарства там не было. Мгм. С тех пор я теряю сознание каждый раз, когда вижу кровь. Мгм. С тех пор bu o'zbek tilida, O'shandan buyonmi? o'shandan buyon, o'shandan beri. На всякий случай нужно сделать рентген колена. Har ehtimolga qarshi Da. rentgen qilish kerak. Колено. Tizzalarni. Tizza, da. Tizzamida. Грипп это очень заразная болезнь. Da. Почему ты не принимаешь таблетки от кашля? Shu yerda yo'talga dori ichmaysanmi deydi-ku, lekin bu yerda atdanni bildiradi-ku. Да. Это O'zbek tilida to'g'ri kelmasdan. своеобразность русского языка. Rus tilini o'ziga xosligi. O'zbek tiliga tushmaydi. Demak, tabletki deymiz ekanda, birorta narsadan yo'taldami, istamagami, tabletka bo'lsa hammasida at ishlatamiz ekan. Misol uchun, tabletka at Temperaturaga. temperatura. Keyin mana bu yerda-chi, yuqumli deganda nimaga zaraznani olmadik? Bu ham yuqumli. O'zi hammasi ham yuqumli degani. Zarazna to'g'ri kelmayapti-da. Qanday boleznь, zarazная bu yerda sifat ko'proq to'g'ri kelyapti. Intuitsiya, да? Внутренний голос, ichki ovoz, так говорит, да? Да, это правильно. Заразно это временно, vaqtinchalik sifat-da bu. Gripp yuqumli kasallik deganda, yuqumli degan sifat bu vaqtinchalikmi yoki doimiy sifatmi? Gripp bu doimiy, yuqumli. Поэтому. Shundoq tug'ilgan. Сегодня я очень болен, у меня болит все тело. Тело, средний род. Bitta anaqa balit bo'ladimi? Да. Болит все тело. Наш хирург не ходит на работу, он уже 2 месяца на больничный. На больничном отделении. На больничном. Shu больничный nima bo'ladi hozir? Kasalxona bo'ladimi shu больничный? Men nima deb o'ylabman, nima deydi? Yo'llanma bor-ku, больничный. Tarjimasini men ham tushunmadim. Больничный. 2 месяца на больничном. O'sha anaqada bo'lsa kerak-da. Kasallik varaqasi deyapti. Kasallik ta'tilida. Больничныйni kasallik varaqasi deyapti-da. Ну ладно, идем дальше. Скажите, доктор, чем я болен? Nima bilan kasallanganman?
Nima bilan? Мне Bilan трудно bo'lyapti. дышать. Творительный падеж. Ага. Мне трудно дышать. Кажется, что это приступ аллергии. Pristup allergiya. Pristup septichni pristupda yurak xuruji deb turdik. Pristup bu yerda shu allergiyaga pristup ishlatilar ekan. Allergiyasi qo'zg'ab qolsa ham pristup deyilar ekan o'shanda ham. Приступ сердца bo'ladimikin? Сердцani aytganda? Yo, сердечный pristup bo'ladi. Сердечный. Медсестра взяла в руки огромный шприц и сделала мне укол. Пациенту очень плохо. У него сильно болит живот. Sильно болит желудок, да. Sильно degani bu yerda qattiq. Qattiq. Ostro degani? O'zi sильный, kuchli degani-ku. Qattiqroq. Да. Отлично. Sevara Qayumova. Bu yerda endi упражнение номер 7 da любой падежda o'zgarib ketishi mumkin. Будьте внимательны. По утрам у меня болит горло, а по вечерам мне тяжело дышать. Да. Вам нужно сделать анализ крови и рентген легких. Легких, да? Да. Он чувствует острую боль в желудке. В желудке. У этого пациента аллергия на красную икру. На красную икру, да? Икру, да. Извините, не подешь. Она купила лекарство от кашля и капли от насморка. Да. От насморка. Я хочу стать медсестрой, но я боюсь вида крови. Боюсь вида крови. Боюсь чего? Родительный падеж. Вид чего? Nimaning ko'rinishi? Bu yerda ning bo'lyapti. Bu ham родительный падеж. Qonning ko'rinishidan qo'rqaman deyapti. В этой больнице есть много ответственных врачей. В этой больнице есть много ответственных врачей, да? Да. К сожалению, вам нужно делать операцию. Да, дательный падеж. К bo'lsa bu дательный падеждagi. Вам Операцию. Вам нужно делать операцию, да. Почему ты ходишь к врачу 2 раза в неделю? В неделю. О себе. Вы часто болеете гриппом или простудой? Нет, к счастью, я редко болею гриппом или простудой. Когда мне плохо, я стараюсь не принимать лекарства. Я просто остаюсь дома, больше отдыхаю, пью теплый чай с лимоном или медом. Я обращаюсь к врачу, когда симптомы у меня становятся серьезными. Последнее предложение повторите, не понял. Я обращаюсь. Я обращаюсь к врачу, когда у меня симптомы становятся серьезными. Когда у меня уже... Да. Вы лечитесь самостоятельно, да? Да, предпочитаю. Без таблеток, без антибиотиков, да? Да. Хорошо. Вы принимаете лекарства? Редко. Очень редко, да? Да. Когда сильно Когда сильно болею. Когда вы сильно болеете.
принимаете лекарства, да? Отлично. Да. Вы часто ходите к врачу? Нет, я редко хожу к врачу. Да, если у меня какое-то серьезное заболевание, я обращаюсь к врачу. Мгм. Да. Врач осматривает меня, задает вопросы о симптомах и, если нужно, назначает лечение, анализы. Мгм. Хорошо. На что вы жалуетесь? М, Обычно я не жалуюсь. Как, Да. Когда что-то серьезно, не знаю. Мгм. Вы помните, когда вы болели последний раз? Да, последний раз я болела несколько месяцев назад. У меня дерматологические заболевания, это экзема на пальцах. Я обратилась к врачу. Мгм. Он назначила мне таблетки и специальные мази. И сейчас у меня все хорошо. Слава Богу, у вас все хорошо. Да. Отлично. Молодцы. Вот и сказки конец. Кто слушал, молодец. Uchinchi kitobni ham tugatib olibmiz. Bu katta ekan, qolgan kitoblar 100 betdan sal oshardi xolos. Bu salkam 170 bet ekan. Итак, смотрите. Домашнее задание напишем. Следующий урок у нас понедельник, да? Dushanba kuni bo'ladigan bo'lsa, 5-darsdan 10-darsgacha hamma o'sha grammatika bilan, keyin новые слова bor-ku, новые слова, плюс глаголы. Gлаголы тоже не забудьте, esdan chiqarmaymiz. Haligi tablitsalarda, jadvallarda berilib turgan fe'llar bor-ku, ularni ham, yangi so'zlarni ham hammasini общий повторение qilib kelamiz. Keyingi mana bu dushanba kungi darsga shular bo'yicha повторение qilamizda, keyin 4-oxirgi kitobimizga o'tamiz. Shu sistema Kalinka B1, B2 da shu 4-kitobga o'tamiz. Xudo xohlasa. Bu 3-kitobimiz ham o'z nihoyasiga yetdi, hurmatli o'quvchilar. Keyin mana bu padejlar kitobini ham ko'rib boramiz. 4ta mavzuni tugatishlaring kerak padejlarda. Haligi abrayki, u juda qiyin emas-ku. Bitta o'tirishda bajarib qo'ysalaring bo'ladi. Yaxshi bo'ladi agar videosini ham ko'rsalaring. 4ta videosi bor. Har bittasi 2 soatdan ko'rib chiqsalaring. Повторение мать учения. Bilgan narsalarimizni ham ko'rishimiz kerak-da, чтобы sformirovать avtomatizm. Avtomatizmni shakllantirishimiz uchun men bilaman-ku deb haligi nima qilmanglar. Shunaqangi ko'p qaytarish kerakki, shu avtomatizmga aylanib ketish kerak-da, o'ylamasdan javob beradigan darajada. Hali ikkilanib, o'ylanib qolmaslik uchun надо много повторять. Вы уже знаете, у вас есть знания, sizlar уже bilasizlar, sizlarda bilim bor. Endi надо донести до автоматизма. Endi shu bilgan narsalarimizni avtomatizmga ko'tarishimiz kerak.
Buning uchun haligi 1 sekunda qoidasini o'zlaringga limit qilib olinglar. 1 sekunddan ko'p o'ylanib qolsam, biron bir so'zni tarjimasida yoki biron bir padejdami o'zgartirish bo'yicha birorta so'zni, значит, avtomatizmga chiqmabman degan ma'noda. Qaysi nimada o'ylanib qolyapsizmi, ikkilanib qolyapsizmi, qaysidir qoidada o'zgartirishda, qo'shimcha qo'shishda. O'shani yana bir bor qaytarib puxta qilinglar. Bitta narsani qaytaraverish ham odamni zeriktirib qo'yadi. Undan ko'ra haligi har xil kitoblarda o'qisalaring ham shu ham yordam beradi. Haligi chalg'ishga baribir yangilik bo'ladi. Misol uchun bir o'tirib поехалini tugatib qo'ysalaring bo'ladi. 2-3 darsdan shunday o'zlaring shunday kitobni ochib varaqlab yozib naqsalaring, o'sha ham sizlarga повторение bo'ladi. Поехалini kitob magazinlarda sotadi. 10-15 ming bo'lsa kerak. Bitta olib o'qib chiqsalaring ham o'sha ham повторениеga yaxshi kitob. Keyin padejdlarga ham A1, A2 va 1-2 kitoblar bor, o'shalarni ham ko'rib, o'qib nima qilinglar. Хорошо, больше работаете. Теперь ko'proq ishlanglar endi. Aha, tushundik ustoz. Bitta iltimos bor edi-da. Darsni 8 ga ko'chirish ilojisi bormi? Bor. Shuni so'raylik, iltimos-da, lekin baribir ishlar hamma narsa kechikib qolyapti-da. Ha, bo'ldi, bo'lmasa 8 ga so'raveraylikmi? O'zi o'sha ro'za kelganda, ro'zaga nima bo'lib, o'sha paytda surmoqchi edim endi. Agar совсем umuman iloji imkon bo'lmasa, no ladno, 8 ga nima qilaveramiz? Hozir vaqtini o'zgartirib, hammani ogohlantirib qo'yaman gruppadagilarni. 19:00 emas, 20:00 qilamiz. Хорошо. Shunda hamma. Xo'p, rahmat ustoz. Xo'p. O'zi 8 ga surmoqchi. Keyingi darsga ro'za ham yaqinlashib qoladi, xudo xolasa. Bo'ldi, xo'p. Finalga yaxshilab o'qinglar, bo'ptimi? Sizlar natija qilib berishlaring kerak. Выпускникka birinchi chiqadigan sizlar bo'lasizlar. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.